Bemorni davolanishini nima sababdan kechiktirib bo'lmaydi? Hozirgi kunda tibbiyotimiz rivojlanishi sababli dunyoga kelayotgan farzandlarda lab va tangli yorug'i bilan tug'ilganda, ularni roddomdan chiqqandan keyin 12-14-kunga bizga olib kelishni tavsiya beramiz. Sabablari. Birinchi sabablari operatsiyagacha bo'lgan tayyorgarlik, ya'ni lab bilan yorug'i bor bolalarda nam apparatini taqish. Ikkinchi sababi bemorni to'g'ri ovqatlantirish. Ko'pchilik onalar ovqatlanishda qiynaladi va bunday holatlarda biz to'g'ri maslahatini bera olamiz. Uchinchi sababi bizda operatsiya uchun navbatimiz katta bo'lgani sababli o'sha bemorni oldinroq navbatga qo'yiladi va bemor o'zini yoshiga yetganda to'g'ridan to'g'ri operatsiyaga keladi. Agar sizda yoki yaqinlaringizni farzandlarida shunday muammo bo'ladigan bo'lsa, ertaroq shifokorga murojaat qilishni tavsiya beramiz.